Assalomu alaykum Master Vodiy kanali kuzatuvchilari. Navbatdagi ishlarimiz davom etmoqda. Bizdan so'rashibdi, nima uchun falgani yaltiroq tomoni o'zimizga qaragan turibdi. Buni devor tomonga qilish kerakmi, oq tomoni bu tomonga bo'ladimi degan shunaqa ko'plab savollar berishibdi. Xo'p, bu savollarning hammasiga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Bu videomiz bilganlarga eslatma, bilmaganlar uchun inshaalloh manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Har xil negativ yozish shart emas. Bu bilmaganlar uchun bir eslatma, foydali, manfaatli video bo'ladi xudo xolisa. Falgani xo'p, o'zimizga qarashiga sabab issiq yoki sovuq bo'lgan paytda falga shu tomoni bizga issiqlik yoki sovuqlikni ushaveradi. Shuni hisobiga falga o'zimizga qarab yaltiroq tomoni o'zimizga bo'ladi. Gipsokardon bilan orasida обязательно joy bo'lishi shart. Joy bo'lishi kerak. Nimaga joy bo'lishi kerak? Sababi havo aylanib turmasa, birinchidan rekalar chiriydi. Ikkinchidan bu terlaydigan bo'lib qoladi bir-biriga yopishganda bu nima bilan falga bilan gipsokarbon terlashga moyilligi ko'payib qoladi. Bu terlash qishda ham, issiqda ham, sovuqda ham bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga buni orasida обязательно havo yurishi shart. Xo'p, devorni shkaturka qilmasdan gipsokarbon ishlari xudo xolisa yakuniga yetib qoldi. Xudo xolisa kuzatib tursanglar, ishlarimizni bafurja bitgan holatlarini ham inshaalloh namoyish etib beramiz. Xudo xolisa manfaatli bo'ladigan bittamiz videolarimiz. Xo'p, razbeshka nima uchun razbeshka? Gipsokardonni отделка qilganda choklari agar bir xilda shunday tekis bo'ladigan bo'lsa, yorilishi tez bo'ladi. Juda ham tez yorilib ketishi mumkin. Shuni hisobiga razbeshka bo'ladi bu. Xudo xolisa kuzatib borsanglar, yana ham yangi manfaatli videolarni sizlarga taqdim qilib boramiz. Hammaga rahmat.